qizlar, dahshat yonyapti ipodrom. Buni qaranglar qizlar. Yomon yonyapti, lekin pajarni o'chira olmayapti. Ves hamma qatorib o'tib ketgan. O, nari boshlaysan o'tib ketgan. Xavfsizlik chora 0 desa ham bo'ladi. Faqat biz vaziyat nimaligini bilmaymiz, vaziyat bilishimiz kerak hozir. Nima bo'layotganini bilishimiz kerak. Chiqadi, yonganmi, qolganmi, uni bilmaymiz biz. Borantda chiqarib mana. Borantda chiqarib mana. Kunigacha Beshqo'rg'on bozorida katta yong'in sodir bo'lganligi haqida lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ba'zi tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, yong'in elektron zaryadlash qurilmalaridan kelib chiqqan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Rost24 muxbirlari yong'indan keyingi vaziyatni o'rganish maqsadida voqea joyiga yetib keldi, ammo bizni ichkariga qo'yishmadi. Bunga sabab tadbirkorlarning tovarlar olib chiqqanligi va ular aralashib ketmasligi va yo'qolishini oldini olish maqsadida bizni ichkariga qo'ya olmasliklarini bildirishdi. Respublikadagi eng yirik kiyim-kechak bozoriga tovarlar yetkazib beruvchi Beshqo'rg'on savdo majmuasi yirik ombor hisoblanadi. Yong'inda tadbirkorlarning $304,000 kiyim-kechak va boshqa turdagi tovar, narsa buyumlari yonganligi va yong'in alangalanib ketishiga sabab do'konlarning ko'p qismi yonuvchan plastmassali qoplamalardan iborat bo'lgani aytilmoqda. Voqea joyiga holatni o'rganish uchun borgan jurnalistlar jamoasini ichkariga qo'yishmadi. Mazkur joyda bo'lgan ichki ishlar xodimi jurnalistlarni ketkazib yuboringlar. Nima sizlar odamlarni yig'lagandan chiqarib pul ishlaysizlarmi deya xodimlarga jurnalistlarni ketkazib yuborish bo'yicha buyruq berdi. Ha bo'ldi? Sen kimsan sen bu tutuş? Borantda chiqarib mana. Toshkent shahar ishlar boshqarmasiga boringlar. Ularda jinoyat ishi bor. bo'ldi, bor ofitserni bo'lsanglar, bor ko'rsat, bor matbuotga bor, QUDga, MVDga bor, Yasuvga bor ana. Chiqarib yuboray mamlakatimiz. Chiqarib yuboray mamlakatimiz. Kim talabot chekmayapti. Butun joy qatarib beryapti. So'roq bor. Sizni qiling dedingmi menga, men ishim. Ha, biz ham ishimiz qilamiz. Davay, chiqarib yubor. Biz yong'indan jabrlangan tadbirkorlar va aholi bilan suhbatlashishga harakat qildik, ammo tadbirkorlar intervyu bera olmasligini, yong'in bo'lgandan buyon ularni ichkariga qo'yishmayotganligini aytishdi. Tadbirkorlardan biri bizga bozorni kattakoni kelgan. Ular qachon ruxsat berishsa, keyin ma'lumot berish haqida aytishdi. Tovar va do'konlarimiz ahvoli qanday ekanligini biz ham bilmaymiz deya izoh bildirdi. Lekin sizlarning tovaringlar besababdan besabab yonib ketishi mumkin emas-ku. Besabab bizga aytgan u narsani, yonib ketdi. Biz bilmaymiz, xabarimiz yo'q, qanaqa yongan, nima qo'ygan, lekin biz qoplab berishni xohlaymiz. Xohlaymiz qoplab berishni. Shuncha jamoa jabr ko'rganlar, hammasi jabr ko'rgan, hammasini tovari yonib ketgan. Prosta bilmayman, nimadan qo'rqyapti, tushunmayman bular. Faqat biz vaziyat nimaligini bilmaymiz, vaziyat bilishimiz kerak hozir. Nima bo'layotganini bilishimiz kerak. Chiqadi, yonganmi, qolganmi, uni bilmaymiz biz faqat. Shuni kutib turibmiz. Aholi bergan ma'lumotlarga ko'ra, bozor ichidagi parkovkaga qo'yilgan mashinalar ham yonganligi aytilmoqda. To'liq yonib ketdi. Ko'rishga ham ulgurmadim. Sizni kirgizishmayaptimi? Yo'q, kirgizishmadi. Yonayotgan payt kirdim, lekin ko'rolmadim-da. Olov kattaligida. Gaplashib ko'rdingizmi o'sha tegishli tashkilot vakillari bilan? Gaplashib ko'rdim. Hech kim hech narsa negativ javob berishadi, boshqa nima deyishadi. Abu Sahiy ipodrom 50 ming shanba kuni. Ro'zg'or boqamiz, biz ham tirikchilikdamiz. Shunga o'sha yerga qo'ygandim, soya joyda. Keyin oladigan narsalarimiz bor edi, men bu pastel shunga o'sha yerga qo'ygandim. Yonadi deb kim biladi endi? Shanba qo'yib yurgan joyimiz edi. 3-4 ta mashina yongan, Matiz yongan, yana Malibu shunaqa mashinalar yongan 5. Jabrlanganlar haqida ma'lumot bormi? Yo'q, o'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Shu mollar ketdi, tovarlar ketdi. Orqa tomondagi hamma tovarlar yonib ketdi deyapti. Ha, 100% yondi hammasi. Yong'inga tayyor emas edi u bozor. Chunki patologlar o'zi tushib yotgan edi. Oynalar, eshiklar zo'rg'a turgan edi bozorda. Xavfsizlik chora 0 desa ham bo'ladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi holat yuzasidan quyidagilarni ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, kuni kecha 5-aprel kuni soat 15:56 da Toshkent shahar Chilonzor tumani Toshkent katta halqa avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan Beshqo'rg'on bozorida do'kon yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan edi. Xabarga asosan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari aytilgan manzilga yetib kelib, yong'inni soat 16:53 da qurshab olishgan hamda soat 18:18 da yong'inni bartaraf etishgan. Yong'in oqibatida tan jarohat olganlar yo'qligi, hozirda yong'in sababi va zarari aniqlanayotganligi ma'lum qilinadi.